Assalamualaikum mikraldık ezi körmenler. Keşkınla hayırlı olsun. Ben Adiller Uygur Tıkat İnstitutundan. Hemen Allah'a selam yollayayım. Arapta institutumuzun müdürü, şundakla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bilimi Fakültesi Doçent Doktor Erkin Ekrem Malım bilen ötküzüp yatkan Halkara Vaziyet ve Gün Tartibname programımızdaki yeni bilim uzmanlığı bu Erkin Malım hoş geldiniz. Hoş bulduk, rahmet. Xitayning poytaxti Beijingda Xitoyninki bu jangirlik stratejisi yani planı bo'lgan Yangi İpek Yolu strategisininki başlaganligining 10 yilligini xatirlash munosibat bilan xalqaro oliy boshliqlar yig'ini chaqirildi. Bu doirada Rossiya prezidenti Vladimir Putin shunaqla Vengriya bosh ministri qatnashdi. Bundan sirt nurg'un davlatning hukumat boshliqlari va yuqori darajalik ministrlar qatnashadigan bo'ldi yoki qatnashdi desak bo'ldi. Bundan boshqa hammadan muhimi boshqa ish qo'yilayotgan Talibanning vakillarining qatnashadiganligi bildirildi. Yani shundoq Isroil G'azzaga hujum qilayotgan paytda Xitoyning poytaxti Beijingda shundoq bir xalqaro yig'inning chaqirilishi haqiqatan bir qiziq nuqtaga aylandi. Chunki butun dunyoning diqqati hozir shu Falastin Isroilga urushi. Mundaq chiqayotgan vaqtda Isroilninki G'azza qilayotgan hujumiga markazlashayotgan bir paytda Beijingda mundaq bir yig'inning chaqirilishi albatta xalqaro matbuotlarning bizningki diqqatimizni tortgan bo'ldi. Bu Xi Jinping bu Vladimir Putin alayda kutib oldi. Ikkilan kurashib vaqtida Xi Jinping g'arb davlatlarini aytgan holatda bayonot e'lon qildi. Ya'ni mazmuni bundaq. G'arb davlatlari Xitoyninki Ipak yo'li stratejisi doirasida iqtisodiyotdan g'arb davlatlarining Xitoyga beqindiligini azaytadiganligi bayonot berdi. Bu menga intayin xato bir ko'z qarash. Bizning niyatimiz undaq emas. Bizning maqsadimiz har tarafni qozonish va natijaga erishish deganlarni alohida ta'kidlab o'tdi. Putin va Xitoy Rossiya munosabat ustida alohida to'xtaldi, chunki Rossiya Xitoy o'rtasida strategik hamkorlik o'rnatilgan. Hatta bu yil Rossiya Xitoy Rossiyaga o'tgan yilga qaraganda 50% eksportni ko'p qilganligi haqida ma'lumotlar bor. Cheklarning o'tirishga hamkorlikniki ya'ni chegarasiz bo'lganligi to'g'risida bayonot e'lon qilgan edi. Ya'ni biz bugungi programmamizda Xitoyninki bu yangi Ipak yo'li strategiyasi haqiqatan Xitoy degandek bir muvaffaqiyatga erishdimi? Yani 10 yıllıkını tebriklaydigan çek bir netice oturdu bağımı. Bunun gayet göretleri kanda karaydı. Ya ki şu İpek Yolu dairesideki ya ki münasebetlik güzellik devlet göz karış kandak diye meselelerse cevap yapıp çıkarışımız. Malum sizce bu Xitoyninki bu yeni İpek Yolu stratejisi Xitoy degende şu alayda hatırlaş erziydigan bir strateji mi? Xitoy degende çoğun bir neticeye erişildi mi? Veya ki başka devletlerin faydasıydı mı? 10 yıl olgan ekan, hamda 10 yılını bir kutlash to'g'ri keldi. Ama bu 10 yıl evvel Xitoy bu projektni o'rtaga qo'ygan chog'da en başta strateji deb qo'ygan bu projektni. Bu qo'ygan vaqtida dunyo texi iqtisodiy bu kadar nacharlashmagan. Bu yer shaharlashishma texi davom qilayotgan vaqtlar. Amerika bilan Xitoyninki arasında texirunda bir ciddiler çıkmagan vakti. Xitoy bilan G'arb davlatlari arasındaki o qimmat qarashları noktasında bunchilik ciddiler bo'lmagan vaqti. Ama 10 yildan keyin qaraydigan bo'lsak, hozir mana shu yig'inga qatnashgan shu davlatning raisi saviyadagi odamlar barcha qatnashmoqda. Misolga 2015'te birinci yig'inini qilayotgan vaqtida Türkiye Cumhuriyeti Erdoğan'ı bağlı. Xi Jinping'in o'ngda solda Putin ve Erdoğan bağlı. Yani G'arb dünyasıga bir meydan o'qish degandek bir ko'rinishni yaratgan. Ama bu da bir qancha davlatninki raisleri var, ondan keyin ministrlar var. Esasen şu Xitoyga yaqin bo'lgan davlatlar ve O'rta Osiyodagi ba'zi davlatlarning raisleri var.
Bu sizde degandek hazır G'azada bir urush var, bir jang var. Dunyoning diqqati oyoqqa tortilib ketgan vaqtida mayaqda bunda bir yig'inni elib berishi dunyoninki diqqatini pek tortmagan. Ya'ni dunyoninki shu xabarninki markazida bu Xitoyninki Ipak yo'li yig'ini bilan munosabat xabarlar pek chiqamas. Ama Xitoy matbuotlarda pek chiq. Hatto shu Xitoyninki CCTV'ninki bergan xabarlarda misalga dunyoninki eng muhim xabarlarni berib, undan keyin qolgan xabarlarni beradi. Ama Xitoy bugünlerde shu birinchi navbatda buni xabar qilib beryapti. Şu 10-20 minut berib turib, undan keyin G'aza masalasini anlatyapti. Demek ki şundaq bir ko'rinish bor. Hamda bu nurg'un davlatlarga mablag' soldi. Misol 2013 vaqtida sağlam mablag' 1 trilyon, yani planlagan mablag' 1 trilyon dollardı. Hozir 2022 bulduğunki rakamlar qaraydigan bo'lsak, bu 2 trilyondan jiq mablag' sağlam. Nurg'un davlatlarninki shu asas qurilishlarga bir mablag' selib, ba'zilarini aşu devletga o'tkazib, ba'zilarini Xitoy o'zi bir mezgil, bir qanchalik yilga kelishgan bo'lsa, shu yilgacha Xitoy ishlatib, undan keyin Xitoy o davlatga bermoqchidir. Shunday qilib yurib, Xitoyninki hisobi qaragan chog'da, ya'ni nurg'un davlatlardagi ishsizliklarni azaltganligini da'vatadi. Bu hesaplardan qanday chiqadi, manbalar qayerdan uni bilmaymiz, ama sağlam mablag'larninki ishga yarganligini deb kelyapti. Fakat bunun bilan birlikda nurg'un davlatlar Xitoyga qarzdor bo'lyapti. Misol O'rta Osiyodagi bu Qirg'iziston deymiz, Tojikiston deymiz. Tashqi qarzninki %40'ını Xitoyga qarzdor hamda. Misalga Xitoy Laosga bir temir yol saldı, shu Xitoyga bağladı bu temir yolunu. Yani Laos'taki bütün iktisadi faaliyetler Xitoy bilan bo'ladi degan gap hamda bu. Bununla sağlam mablag'larni bu nimalar to'layamagandan keyin Laoslar bütün shu chetga bağlangan qarzning %60'isi Xitoy ekan, Xitoyga bog'liq. Bunlarni to'layamagandan keyin boshqa narsalarni berib, bundan qutulishga tirishyapti. Boshqa narsalarni setib Xitoyga. Bu Brahma programda dedik, bu Sri Lanka'ma aşnak bir o'xshash ahvol bor. Etiopiya, yani Afrika'nın devletleri, ondan keyin bu ba'zi shu Zambiya, Gambiya degan devletlarda nurg'un shunday qarzdor bo'lib ketgan ahvollar bor. Hamda Xitoy bu qarzni bir qalam bilan o'chirsa bo'lmaydi hamda. O'chirsa pulni olg'il bo'lmaydi. O'chirsa ziyon tortadi. Bununla Xitoy aslında bunda bir qiyinchiliklar bor. Misalga Afrika'nın ba'zi devletlarga aydirum sağlan deyapti. Aydurumda hamda nurg'un odamlar aeroplanga chiqib tushadi deb planlagan, ama o aydurumni sep bo'lgandan keyin bu planlagan sondagi insonlar aeroplanga chiqamagan gap. Chunki hem iqtisod nacharlashyapti dunyoda, hem de planlari to'g'ri bo'lmaganligini ko'rsatadi hamda. O chiq odamlar aeroplan çıkmagandan keyin aydurumninki bütün bölümleri işlemaydi hamda. Bir kısmı yipik hamda. Aeroplan çıkan adamlar yok, aeroplan uçmaydı degan gap. Bunday ahvollar Asiyodagi devletler ve Afrikadagi devletlerde bular ko'rinyapti. Xitoyninki bu maqsadi, shu yeni İpek yolu stratejining maqsadi Avrupa pazarını, Xitoy bozorina bağlangan taqdirda, undan keyin Xitoy iqtisodiy tijoriy jihatdan dunyoninki eng kuchli bir davlatga aylandi. Aylangan vaqtida dunyoninki iqtisodiy tijoriy qoidalarini Xitoy belgilaydi. Xitoy belgilagan keyin boshqa davlatlar Xitoyning belgilagan qoidaga qarab, uningga beqinib tuzum undan keyin bunday qurildi. Ama misalga Germaniyanın deyli, Germaniyaga mangan chaqda poyezdlar hamisi to'shaq mangdi.
Ama Avrupa'dan kayıtkan poyuz şu 3'te 2'si toşak yandı. 3'te 1 boş. Buna bir ahvalda hem de bu Yeni İpek Yolu projektinin naiti özlerini anlatqandek galiplik bo'lganligini deyish biraz qiyin deb o'ylayman. Buningki nurg'un sababları var hem de diyelemez. Xitoyning iqtisodiningki ojizlashi, tekrar mablag' silishdan qichivatishi, bundan keyin dunyoning iqtisodiy nacharlashishi degandek bunda sabablar bor. Bu Xitoyningki en başta yo'g'on so'zlab hozir ipini biraz jig'ib gapirishdanla tushunvoqli bo'ldi. Yani bu projektninki en başta planlaganda cho'ng bir menfaat kelişi biraz qiyindek turdi. Bu kadar yığın qaraydigan bolsak şu. Dünyanınki çoğ devletin başlığındaki de katlaşmalıgını koyuyoruz şu Putin'den başka. Bu şunu direkt veremdi. Yani Putin bilen Xi Jinping yani Xitaylar Rusya hazırkıdak bu garip dünyası yani garip ellere karşı bir yeni ittifakına düşüşününki kuyu kırgına ait uzun bu oluyor. Onun ifadelerini kuruatınız. Ama bu kıtımki yığın bilen bu ve yeni bir kutupnunki tekimin çoğun kuruluşunu direkt veremdi. Yeni bir güç, yeni bir ittifak. Hazırkı bu ittifak seviyeden yukarı bir seviyeye ilip iriş qiyin deb o'ylayman. Misalga ticaretine deyli, şu Rusya ve Xitoyning arasında 20 yıl evvel 100 milyar so'm ticaretine umumiy so'mi 100 milyar dolar bo'lsin dedi. Hozirgacha chiqaramayapti. Putin 20 yıldan beri şu Rusya'nın Jirak Şark rayonları yani bizim Sibirya ve onun etrafı degan rayonlara Xitoyning mablag' sağlamdaki dese Xitoy şu küçük bu teşebbüsçilerini üyege evitip Xitoy nüfusunu köpeytiyordu. Yani Rusya mı kütkendek olmayıyordu. Rusya burun Xitoyga kural satattı çık. Hazır Xitoy mı özümü malum bir seviyede kurallarını işlep çıkaralaydigan bo'ldi. Bununki kuralınki teknikisine şu Rusya'dan en başta ügendi değil mi? Ondan keyin bu İsrail'den mı cık narsa aldı? Meyli tank olsun, meyli Q-10 yani F-10 degan urush aeroplanı olsun. Ondan keyin bu baldur tedbir alalaydigan signalını beralaydigan aeroplanlar hemiz teknikler şu İsrail'den keldi. Bundan başka Amerika'dan veya bir yerden oğlap gelgen nimeler bile teknik bile o harbiy jetdeki, kural jetdeki seviyemi östü ve Rusya'da mı cık amaydandı. O Xitoy bilen Rusya'nın arasında neft, tabi gaz muhimdir ticaretti. Ama Xitoy mı şu dünyanın hem yerinde aldığan bo'lgandan keyin Rusya yalnızlar Rusya'nınki bu enerjisininki ekmiti azalgan gaplardi. Bundan keyin Rusya'dan alalaydigan mallar naydı az endi. Go'sht bor, süt bor degandek. Ba'zi sanoyi nimalar, mashinalar bor. Ama Xitoyning Rusyaga sotalaydigan jiq narsa bor. Shuningga bu tamponsuzlik bir ticaret münasebeti var arasında. Bularni birleştirgen aslında şu G'arb devletleri. Bo'lmasa tarixiy bir meselesi var. Bo'lgan bu ikki devlet. Hazır bunda yıkım bo'lishuningki sebebimi şu G'arb ortak düşmanı, tırnak içinde dağıtımı, ortak düşmanlığa karşı bir ittifak. Yani manda degan chog'da mecburi qilingan bir to'y. Deydi xalqaro munosabatlarda bir tabir var. Yani bu ikisi birbirini yaxshi ko'rib to'y qilgan emas, vaziyat bularni zo'rlab bir yerga ekib qo'yganda bunda bir ahvol bor. Agar da G'arbninki bisimi bu ikki devletning ustidagi bisimni aldırverse bu ikki devletning arasında nurg'un jidallar chiqadi. Yani burungudek bo'lamaydi. Her iki devlet bunu biladi. Ama hozircha şu G'arbninki bo'lib Amerikanınki hegemoniyaga qarshi ko'p kutukluk
Dünyani xalaymiz, isteymiz, xalqaro munosabatlar texmi demokrasiya bo'lsin deb. Xuddi u davlatlarda demokrasiya bordek. Ashundaq talablarni qilib aslında o Amerika boshchiligidagi G'arbninki kuchini bölüp parçalash ve acizlaştırıştır. Xitoyninki maqsadi hamda shu iqtisod jihatdan boshda Amerikani eshib, undan keyin dunyoni idora qiladigan, boshqaradigan yoki hegemoniya quradigan bir niyatimi bor. Zaten Xi Jinping buni burunla 3 bosqichli qudratli Xitoy siyosatini, strategiyasini o'tirib qo'ygan zaten bunu bilamiz. Şununla bu hazırca Amerika'ya G'arbga taqabul qilgan chog'da Rusiyadek mana bir sherikka ihtiyoch bor. Hozirgi shu 100 necha davlatlar Xitoy bilan shunda kelishim qildi ve 30 necha tashkilotlar bu Xitoyninki Yeni İpek Yolu bu cemiyeti bilan imzolashgan ba'zi kelishimlar bor. Bunlarni yig'ishning bir maqsadi yanada shu G'arbga qarshi chiqarish. Chunki Amerika G'arbliklarni yig'di Xitoyga qarshi. Ve Asya'da nurg'un qurilmalarni yaratib. Yani 4 taraflik, 5 taraflik nimalar, Indo-Pasifik stratejisi degandek. Buni qilganki Xitoy hamda o'zining sherik davlatlarini yig'di, ama abay degan Mavi Yeni İpek Yolu projektiyle ularga mablag' selish bilan ularni o'ziga bog'laydi. Chunki onunga beqinigandan keyin onunga bog'lanib qolsa, onundan keyin Xitoyning gibi o'tadigan bo'lib qoladi. Shuningga bu ikki taraf, yani Amerika boshchiligidagi bir G'arb, Xitoy boshchiligidagi bir Sharq bir kurash qilishningki bosqichida hozir. Ama Xitoy bu G'arb degan G'arb ve Sharq degan gapni demaydi. Hozir xalqaro munosabatlarda chiqishlayotgan bu yer shahar janubiy davlatlari. Yani taraqqiy qilayotgan davlatlar. Yani burunqi tabiri bilan bu 3. dünya devleti. Xitoy shu 3. dünya devletlerining lideri hozir. Ve o'zini shunday ko'rdi. Ve o'zini 3. dünya devletlerininki aksi himoya qiladigan shaxsiy homiysi deb ko'rdi. Bu ko'rishninki bir sebebi shu Amerika ve G'arbga taqabul turishda lozim bo'ladi ve bularni bir yerga bog'laydigan bir vasıta, bir esvab şu Yeni İpek Yolu projekti. Her zaman ihtiyacı var da bu Yeni İpek Yolu stratejisiyle hem memleket içinde, özün içinde. Hem Şərq Türkistan'ın kontrol kuşu noktasından hem de siz degendeki 3. dünyaların aksı buluştek salayetini de almıştırış için ihtiyacı var. Hem de cangır devlet buluş için mi Allah məqsəd var degen bolunuz malum. Alın bazı analizler sizin de anlık da kısmen sizin gitmeniz şu neresi şu xulası geldim. Hatta bu xulasımı başka bundaq şu Xitoyning siyosiga yakından ko'ngil atkan, analiz atkan mutaxassislar davatıdı. Xitoy bu Yeni İpek Yolu stratejisinde bir qimar oynatıdı degandek gapdan qo'yatdi. Siz o'sha yaqinroq bir gapdan gap aniq demasingizmi? Shunaqa bir yaqin bir gapni qildi yoki qilyapti deb o'ylayman endi. Sizce Xitoy haqiqatan shu Yeni İpek Yolu stratejisidan bir qimar o'yindimi? Chunki vaziyat haqiqatan Xitoy o'ylagandek bo'lmoqda. İqtisodiyotdan bo'lsin yoki dunyoning vaziyati bo'lsin va yoki o'zi o'ylagan ittifoqdoshlarininki uning bo'lgan sadoqati nuqtasini bo'lsin. Xitoylar o'ylamagan nuqta nurg'un taraqqiyotga o'zgarish yuz beradi. Yani bu nuqtasini bu gapda deyilgan bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Siz qanday qaraysiz buna? Aslında bu İpek Yolu bu planı 1991'de şu Nankay Üniversitesi'ninki 2 tane profesörününki yazgan bir doklat ile başlaydı. Yani yeni narsa emas bu. Onundan keyin şu İpek Yolu ile münasebetlik nurg'un yig'inlar ichildi. Hem bu teknoloji bilan münasebetlik, hem de bu tarix bilan münasebetlik, hem de sanat bilan münasebetlik
Ürümçi'den, Şiyan'da, Beijing'de, Şanghay'da, nurgun şehirlerde neçə yıldan beri bununki jığınını içip hem ilmi cetten hem teknik cette bununki tecrübesini ilişki tırıştı. Şununla Xitay bunu planlagan vaxtıda Xi Jinping bile başlamadı. Ta ki şu Prezident Obama'nınki vaxtıda 2012'lerden Amerika'nınki hava kuvvetlerine, hava ermisi ve deniz ermisinin %60'ını Asya Pasifik'ki jığımız ve kelgüsündeki bu Xitay'ın yardım kılışının, ihtimal yardım kılışının tehdidini aldığını düşündü. Şununla Xitay hemen düşendi, bu Amerika bizne muasırga aptı. Ama bunu S muasırı dep atıgan bazı Xitay mütehassıslar. Yani ABC'ninki C. Ondan ki şu 2012'den 15'gacha Xitay'ninki mütehassısları var. Yan Shuotong degan birisi, bu strateji mütehassısı. Beijing Üniversitesi Strateji Tədqiqat Enstitüsü'nün başlığı. Bu deydi, bu G'arbga qarab yol ichish degan bir ideyani o'tirib qo'ydi. Bu bo'lsa, shu Amerika agarda sharq tarafda, dengiz tarafda bizni muasir qilsa, biz G'arbdan yo'lni ochsak, Sharq Turkistondan, O'rta Osiyodan Yevropagacha. Ve o vaqtda Yevropa bilan Amerikaning munosabatimiz yiriklashgan vaqtlar. Şununla Avrupa'nın kışımızda ilib alsak, Amerika bizni işini kılamaydı deb bunu oturdu. Onundan keyin bu Xi Jinping'deki mezhepçilerden misalga Huang Gang degan birisi var. Bu Tsinghua Üniversitesi'ninki Xitay vaziyatni tadqiq qilish institutining boshlig'i. Bu nurg'un narsalarni yozdi. Ya'ni Xitoy kuchlanayotdi, Xitoy jahonni so'raydi deb. Soruyalaydı depço. Amerika çökevadıdı çünkü. G'arbliklar çökevadıdı. Bular dünyanınki medeniyet merkezi idi. Hazır merkez köpeydi. Medeniyet merkez köpeydi. Dünyanın siyasi merkez G'arb'di. Hazır dünyanın merkezi Şarkı qarab, Asya Pasifik rayonlara qarab qiyivadıdı. Çünkü iktisat güçler hemisi Asya Pasifik'ti dep Mujdan nərslərini sözləb ötdü. Ondan keyin o Xi Jinping'ninki yardımcılarından Li Jianshudek, Wang Huning deganlar bu Xitoy mı, sosyalizm bilan bir emperyal bir devletni quralaydiganligini, ya'ni jahonni so'ralaydiganligini deb o'tdi. Hamda bular bu hozirgi degan gaplarninki o esas kısmı şu Yeni İpek Yolu proje oldu. Şununla Yeni İpek Yolu projesini oturup koygan çağda nurgun planlar bilan nurgun yıldan beri oylashib kelgan. Misalga bu Yeni İpek Yolu projesini, o stratejisini 2013'te 9. ayda başlap plan qilish başlagan. Benimki Tayvan'da bir bergen dokulatım 2007'de. 2007'de de Xitay'ın Yeni İpek Yolu stratejisi ve Şarkı Türkistan'ın stratejilik ornu da bir dokulat bergendim. Yani enlik necibetlik. Yani benim demekçi oğlum Burundulu Batı Xitay'ı bunu vaziyetini pişirvağıca, tayarlıkla tolup boğuca turuptudu. Ve Xi Jinping kelgenden keyin hem Xi Jinping kalgan bu Jiang Zemin ve Hu Jintao'lar okşmaydı biraz. O biraz dağınga, biraz poğuçilik var bunun. Hem seviye ve an hemse yeterlik değil, yeterlik emez. Onun için ebeymen degenlerinin gibini anlapla, onun için canını biz mi soruyalayımız gedepla kopkan gibi. Hem de bazı nersler misalga esas kısmı teyyar, onundaki bu fırsatlarma teyyar, fırsatını başvuralaydıgan bir an, ideya, güç teyyar, yani netçi teyyarlar bir yerge kelgen çağda onundaki netice alalaydı, kazanalaydı. Ebey degendek bu Trump'nınki, Prezident Trump'nınki kelgenden kimler
Xitay bilan ochiq oshkor bir meydan o'qishga başladı. Ondan evvel mi Obama mı degan 2014'te New York Times'ga bergen bir intervyuda yani Xitay 30 yıldan beri şu pul tölemey maşınga chiqib olgan adamdi. Bu xalqaro munosabatlarda ishlatgan bir ufqum. Yani Amerika'nınki filangisinde Amerika'nın şemsiye astida paydını toşak aldı hem de Amerika'ya karşı çıkmakçı. Trump hem de pulunu töleysem de bir bilet yok. Hep oturup çıkanın ki bunun ki iktisadi meselesi, virüs meselesi Xitay'ın ki bu İpek Yolu projektinin emelleşige sırt amilleri köpeyip gitti. Bu amillerle birlikte Xitay'ın içki amillerini köpeydi. Bazı uçuk minvatkan iktisadi terakkiyatıma astılaştı. Ve astılığın vaktıdıma ağacı %12'den hazır %5'deydi bu IMF deyimiz, Dünya Bankası deyimiz, ola 3.5 degan raporlarına doklatlanma var. Düşüklük etti. Yani terakkiyatın %6'da düşüp kalsa, 6'dan töven bolup kalsa Xitayda işsizlik köpüydü. Çünkü şirketler, fabrikalar yıkıldı. Ondan keyin hata iktisadi siyaset bilen Xi Jinping'in ondan keyin texima Xitayning iqtisodi ajizladi. Hem de Xitay acizledi degan gap hem de Xitayning iqtisodi vayron bo'lib ketdi anlam ma'nosiga kelmaydi. Yani burunqi bilan selishtirgan chog'da bunda bir ostilishish ve burunqi raqamlarga qaragan chog'da ozilish import eksportninki raqamlari burunqi qaragan chog'da azayish degandek. Ama hozirgacha misalga Amerika bilan ilib borgan tijorat so'mi yani 700 milyardan ko'p, 700 milyar dollardan ko'p. Avrupa Birliği bilan butun birlik bilan ilib borgan tijorat so'mi 870 milyar euro. Yine hele bir küçü var yani yemirilish degan narsa bo'lmaydi. Qachon bo'ladi deganda bu iqtisodiningki ajizlashishi jamiyatda bir manfiy ta'sir yaratgan chog'da jamiyatdan bir qo'zg'alib ketgan vaqtida ve bu isyonga aylangan vaqtida u vaqtida ondan keyin bir ta'sir yetkazalaydi Xitoy hokimiyatiga. Shuningga bu Xitoy buni planni yaxshi planlagan ama vaziyatlar, sharoitlar bunun aksicha taraqqiy qilgandan keyin Xitoy burunqidek nima qilolmadi, qozonolmadi. Ondan başqa Xitoyninki shu g'arbga qarshi chiqaman deb ham g'arbliklarninki Ikkinchi Dünya Urushidan beri qurib chiqqan xalqaro munosabat dünya tuzumi deganlarni buzishga tirishdi. Ve bu xalqaroda ko'pincha davlatlar qabul qilgan demokrasiya, inson haqlari degandek ifoda ve matbuot erkinligi, muhitni qo'g'dash, teng barobarlik degan bu qimmat qarashlarga qarshi chiqdi. Ve g'arbliklarni bir raqibdan çıkarak yani bu rakip degan vaqtida misalga bu musobaqada yugurish musobaqadagi rakip ama o bir-birisi bilan mushtlashib bir-birisini o'ldirmaguncha bo'lmaydigan ba'zi musobaqalar var o mu rakipda hamda mening da'vatqanim hamda dushmanlik bo'lish. Yani bir tushunchani o'zi paydo qilib oldi, g'arb cho'kayotdi, sharq yukselyotdi, yani Amerika cho'kayotdi, Xitoy yukselyotdi degan gap pek ishlandı. Şununla g'arbliklar bilan bu jidal yaşandı. Ondan başqa sen jahonga hokim bo'laman deydigan bo'lsan, hozirgi Xitoyninki siyosiy tuzumi, siyosiy engi, siyosiy qurilmasi dunyoga mos kelmaydi, yani tushmaydi. Xitoy keng qo'saq emas. Xitoyninki bu millatchiligi, irqiy millatchilik. Shuningga boshqa millatlarni qabul qila oladigan, quchoq ocha oladigan hammasini mundaq xil bo'lsa, medeniyeti, kültürü, tili, dini bo'lsa, ularni quchoqlayolmaydi. Ama sözler degan vaqtida
hem adamdan en çıraylık gaplarını deydi. Sizlerinki bu kıymet kararlarınla yığsa bir 8 tane kelime var ki bizimki 24 tane kelime. Ama onunki icraatı yok. Xitayninki kanun sistemi şu tarihte kelgan an'ana tushunchalar bir kanun sistemi var. O mu dunyoga mos kelmaydi. Konfutsiyusninki ideyasi mi dunyoga mos kelmaydi. Komünist partiyaninki engillab qurilgan bir hokimiyat mi dunyoga mos kelmaydi. Shuningga Xitoy mushu İpek Yolu strategiyasida bunun esasında abaqi degan tushunchani qurib chiqaman deydigan bo'lsa, qiyin deyman. Abaqi ichki va tashqi omillar bilan birlikda, ya'ni bu zihniyat bilan, bu englar dunyoga xo'jayin bo'lish qiyindir. To'g'ri ma'lum vaqtda Xitoy jamiyatchilik tilbari vaqtida ko'p xillikni, ko'p xil madaniyatlikni, ko'p xil etnik millatchilikni, rangoranglikni, rangdorlikni qabul qilolmaydigan, faqat bir xillikni qabul qilgan, shu bo'yicha minishni xohlaydigan bir siyosiy an'anaga, madaniyat an'anasiga ega ekanligini siz davomli analizlaringizda, muhokimalaringizda deb ta'kidlab o'tasiz. Ya'ni Xitoyning shu bir xillikni asos qiladigan o'zi markaz qo'ydigan ideyasi albatta bizniki hozirgidek sharq turkistonliklarniki zulmga petib kishiga zulm uchrashishga eng cho'ng sabablardan birisi deb qarasak bo'lib, aziz ko'rmanlar, biz bugungi programmamizda Xitoyning poytaxti Beyjingda chaqirilgan yangi İpek Yolu strategiyasi ali boshliqlar yig'inininki maqsadi shunaqla bu qatimqa yig'in qatnashgan davlat boshliqlarininki umumiy ahvoli va Xitoyning yangi İpek Yolu strategiyasiki hozirgi duch kelayotgan qiyinchiliklari ustida analiz qilishga tirishdik. Ma'lum sizga ko'p rahmat. Ben rahmet etmem.